Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bugun yangi harf olamiz. U harfning ismi jim. Bu harf nechka? Agarda alif harfi bizning mana shulay yozila turgan bo'lsa, yo'lning ustkulishida ra harfi ostga tushib ketadi dedik. Jim harfi u mana shulay yozila. Hamaning ostida nuqtasi bo'ladi. Mana shulay da keladi. Ostida nuqtasi. Mana shulay da keladi. Ham endi qo'lda yasab qo'yik. Bu endi biror harfga kelib tutashir uchun mana bu qo'l. Masalan, aytamiz mim harfini qo'yik. Mana mim harfini qo'ysak, mana u tutashir uchun mana. Qo'lig'ina bu. Ham uning ostida bir nuqtasi bo'ladi. Fatha bilan kelsa, u ja deb o'qiladi. Ja. Kasra bilan kelsa, ji. Domma bilan kelsa, ju. Ja, ji, ju. Ham kitobdan ko'rak. Bu harf bizning yangi harf 12-bitda bo'ladi. Ham endi mana qarasak, mana bu jim harfin, yangi harf. Nechik yoziladi? Onun nuqtasi ostda dedik. Ikkinchi harf ha kelajak bizning. Onun nuqtasi ustda bo'lacak, u naq jim simon yozilacak. Bir ayirmasi yo'q. Nuqtasi bilan ayrilacak. Jimning ostda bo'lsa, nuqtasi ha harfining ustda, ham ha harfi naq jim ham ha simon yozilacak. Faqat u chipchista bo'ladi. Chipchista, aning bir nuqtasida bo'lmay, yozilishi shuluq. Nuqtalar bilan ayrilacaklar bular. Ham o'qib qaraymiz. Ja, ji, ju. Jam. Bu harf tilning o'rtasidan chiqarga tegish. Shunga endi tilning o'rtasidan chiqarga tirishik. Jar, jin, nun harfi ostga tushib ketadi. So'zning og'zida. Jab, ju, jul, jul. Lam harfi yumshoq, shunga ko'ra jul yumshoq o'qidik. Jaba, jaba, lam harfi. Jabal, ja, jama, jamal. Ajru, ajru. Fa, fajru, fajru. Jawha, jawharu, jawharu. Jawra, jawra, bu, jawra, bu. Ta, yangi harf, jim. Tajaw, tajaw, ra, ba, tajawraba.
Я. Ятәҗә. Ятәҗәү. Ижекләп укырга кирәк. Баштанғы өйрәнгән вакытта. Ятәҗәү. Ра. Бу. Ятәҗәүрабу. И. Ис. Син хәрефе йомшак. Без аны йомшак укыйбыз. Менә бу сад хәрефе түгел бит. Син хәрефе килде. Йомшак. Истә. Истәҗ. Яңа хәреф. Истәҗлә. Ба. Истәҗләбә. Я. Яс. Йомшак син хәрефе. Ястәҗ. Ястәҗли. Бу. Ястәҗлибу. Шуның белән дәрес тамам. Бу сүзләрне күчереп язырга кирәк була. Димәк, икенче һәм өченче юлның сүзләрен һәрбер сүзне бер юлга күчереп язабыз, иншаллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.